Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar, qadrli do'stlar. Biz fursat va xirisga to'lgan ko'ni yilni izzat ekran bilan uzitib, yana bir yangi yilni umid va xushallik bilan kutib olmoqdamiz. Amaliyotda yangi yil xushallik, shundaqla umidga homildor bo'lib qolmay, u bizga talay mas'uliyat, shundaqla buruch tuyg'usini sovg'a qiladi. Gerçi ko'ni yil o'tmishga taalluq bo'lsa-mu, u talay tatliq aslimalarni, shundaqla talay ochiq o'kinishlarni bizga qoldirib ketadi. Undaqda biz ko'ni yilni qandoq tarzda uzitamiz? Yangi yil bo'sog'isiga qandoq jasorat bilan kiramiz? Mana bu savollar bugungi suhbatning muhim nuqtasi. Men oldi bilan bugungi suhbatimiz taklif qilingan to'rdagi aziz mehmonlarni tanishtirib o'tay. Şinjan Tibbiy Universiteti Asas Fanlar Instituti Bioximiya Molekula Biologiya kafedrasining mudiri Professor Kurash Yunus efendim. Şinjan Uyghur Abdunum Rayonluq İctimai Fanlar Akademiyasi Tarix Tadqiqoti Institutining tadqiqotchisi Ali G'ofur. Qashqar viloyatlik xattatlar jamiyatining muavin raisi Qurbonjon Ro'z Shaydoyi. yili bizga ham bizning tadqiqot guruhimizga butun Şinjan xalqiga intayin muhim sovg'a berdi. 2010-yili o'tgan tarix bo'lib qolsin, 2011-yili yangi yilda yangi natija, yangi orzu tilak va omadli bo'linglar. Pushaymon qilgan vaqtimdan ma'nilik o'tgan kunlarim ko'p. Kurash efendim, siz 2010-yili mamlakatlik fan texnika taraqqiyot mukofotining sohibi bo'libsiz. Ham mushu yili ilg'or xizmatchi qatorida avtonom rayonda alayda mukofotga nail bo'libsiz. Demak, mush qo'sh mukofotga erishishingiz sizningki ajr qilganligingizdan derak berdi. Demak, siz 2010-yilni ma'nilik uzatdim, menga omad yar bo'lgan yil deb qaramsiz. Meningcha 2010-yilni talaylik o'tgan yil deyishga bo'ldi. Şinjan Tibbiy Universitetini istayotgan vaqtida, o'sha Şinjan Tibbiy Universitetidagi Uyg'ur tibbiyotini zamonaviy tadqiqot qo'shini o'sha murakkab kasalliklar bilan Uyg'ur tibbiyotininki g'ayri tabiiy xilat, mizoj va uningga munosabatlik to'rlarni birgavda qilgan oldi olib borgan tadqiqoti o'sha 2010-yili o'sha dunyoda, o'sha davlatimizda itiraf qilinish qilishdi. Shunga bu tadqiqot natijamiz o'sha mamlakat darajalik fan texnika taraqqiyot ikkinchi mukofotiga kirishdi. Endi buning bu natijaga erishganligimiz o'sha Uyg'ur tibbiyotininki Jumgodagi nufusliq olimlar, mutaxassislarniki Uyg'ur tibbiyotiga bo'lgan bir muayyanlashtirishning ifodasi. Shundoqlar Uyg'ur tibbiyotininki zamonaviy fan tadqiqot usulidan foydalanib tadqiqot elib berib bir yeni taraqqiyot davriga qadam qo'yganligining bir xil isboti. Uningdimi muhimi shu Uyg'ur tibbiyoti bilan taraqqiy qilgan shu hozirgi tibbiy ilm o'tirishki farqniki texmo azib ketayotganliginiki bir namoyandasi. Shuning uchun men bu 2010-yilni nihoyatda ahamiyatli ketdi deb o'ylayman. 2010-yili bizga ham bizning tadqiqot guruhimizga butun Şinjan xalqiga intayin muhim sovg'a berdi. Anlaşımca siz 2004-yildan boshlab Davlat tabiiy fan fondininki tadqiqotiga bevosita yetakchilik qilib kelibsiz. Ham demak, siz mushu qo'shiningizdagi a'zolar bilan birlikda qaysi sohalarda mush tadqiqot turiga yetakchilik qildingiz? Buning umum unumi qanday bo'ldi? Bu xizmatlarda avval ishlaganimiz baytida o'tgandek murakkab kasallar, masalan diyabet kesili, yuqur qon besim kesili, o'sma kasalliklari, yarı xarakterlik bo'g'ma uchayallığı qatorliq kasalliklarningki kelib chiqish mexanizmi va uni davolash hozirgi tibbiy ilm uchun aytgan vaqtidami nihoyat qiyin masala. Endi biz mush masalani Uyg'ur tibbiyoti bilan bog'lab, mush Şinjan Tibbiy Universitetidagi Uyg'ur tibbiyotini zamonaviy tadqiqot qo'shini mamlakatlik alayda ko'z ko'ringan yoshning bir bo'lgan professor Xalmurat doktor ningki bevosita yetakchiligida ham qo'llashida tadqiqot olib bordik.
Bunun da biz hazırlık zaman ilmi yani garip tibabetinin nazariyse Cungo enevi tibabette ama Uygur tibabetinin ki nazariyesi davalaş usulü bunu birleştirip bir gevde kılıp yeni tepe konu oturup yok. Yeni usul arkalık muş kisellerindeki payda buluş mekanizmine hazırlık zaman tadqiqat usulünün paylanıp tadqiq kıldık. Tadqiq qilish neticesinde biz ma'lum neticeге kirishdik. Uygur medisinasi bo'lsa, Uygur tibabetçilik bo'lsa, qadimdan tortib organizmni bir gavda deb qarab turib, ichki tangpunlik tashlash orqali davolash maqsadiga yetadi. Unumi shu murakkab kasalliklarga nisbatan nihoyatda yuqori. Endi bu ikki xil alaylikni birlashtirish orqali biz yangi bir tadqiqot usulini o'tirib qo'ydik. Tadqiq qilish natijasida biz shu Uygur tibabetdagi shu mizoj xillatlarniki ba'zi gillar bilan bo'lgan munosabatini, oqsillar bilan bo'lgan munosabatini, shu organizm ichidagi modda almashish, signal yoki uchur to'ri, nerv sistemasi qatorliq sistemalar bilan bo'lgan munosabatni hozir belgilik darajada tepib chiqdik, ham tushuntirishga boshladik. Shu bizning eng chong utuqimiz deb hisoblayman. Endi ikkinchi bir jihatda aytgan vaqtida shu murakkab kasalliklarniki oldini olishda yangi bir ko'z qarashni o'tirib qo'ydik. Endi bu ko'z qarashmi hozir shu mutaxassislarniki mayallashtirishga kirishdi. Endi uchinchi bir jihatdan shu alohida unumga ega bo'lgan dorilarniki zodi ta'sir qilish mexanizmi nima? Buni hozirgi zamon fan texnik usul orqali shaharlashga boshladik. Endi buni hozirgi zamon fan texnik usul orqali shaharlashlik maqsadimiz agar shu maqsadga yetalisak bizning Uygur dorilarimiz xalqaro o'zgarmaydi. Uygur tibabetimiz xalqaro tunildi. Devletimiz bu bizning tadqiqotimizda o'zguchilik bo'lganligi uchun mablag' jihatdan, siyosiy jihatdan alohida e'tibor qildi, qo'lladi. Neticada biz nurg'un tadqiqot fondiga ega bo'ldik. Masalan, shu alohida ko'ziklangan yoshlar fondi. Bu g'arbiy shimolga nisbatan tunji biz oldik bu tadqiqotimizni. Orqadan shu mamlakatlik tabiiy fan taraqqiyot fondidan hozir 30 necha tadqiqot timlarimiz bor. Kurash doktorining bayonlarini anglab o'tdik. Hamda Ali apandim, shu 11-asrda Qaraqalla davrida yashab o'tgan Uyg'ur olimi Mahmud Qashqariyning shohona asri Divoni Lug'ati Turk Uyg'ur tiliga tarjima qilingani to'g'ri 29 yil bo'ldi. Ham demak 29 yildan keyin shu mamlakat turni siz iltimos qilib, shunga yetakchilik qilish sharafiga erishibsiz. Demak, shu tadqiqotga ishtiyoq bog'lashingiz da qandaq bir alayda omillar bo'lishi mumkin? Men bir kasbiy tadqiqot xodimi. Mening o'zimning shaxsiy tadqiqot doirasimi Uyg'urlarningki 8-asrdan 20-asrgacha bo'lgan tarix tadqiqotni asos qilgan bo'lg'achqa, bu tabiiy holda Qaraqalla tarixiga chetildi. Biz Qaraqalla tarixini tadqiq qilgan vaqtimizda siz degandek 11-asrda o'tgan buyuk olimimiz Mahmud Qashqariyninki Divoni Lug'ati Turk degan asri shu davrning chaqdash asri bo'lganligi uchun biz shuni murojaat qilamiz. Nurg'un narsani ayni vaqtdagi birinchi qo'l manbadan olamiz. Endi shu munosabat bilan men bu asarni har qanday bir tadqiqotimda har qatim mayli maqola yozay, mayli boshqa tadqiqot turlarini ishlay, buni boshdan oxir bir qatim ko'rib chiqishni o'zim odat qilganman. Bu meningki Divon Lug'ati Turk tadqiqotiga kirishimningki asosli birinchi sabab bo'lib qoldi. Endi bu ikkinchi sabab nereden kelib chiqdi deganda 2007-yili 5-oy va 9-oylarda O'zbekiston Jumhuriyati bilan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Muharib fan madaniyat organi birlashib o'tkazgan Samarqand shahrining 2750 yillik tarixi va Marg'ilonning 2000 yillik tarixi bag'ishlangan xalqaro ilmiy muhokama yig'iniga berish sharafiga erishdim. Bu jarayonda O'zbekiston davlatlik tarix muzeyini ziyorat qildim. Bu jarayonda O'zbekiston tarix muzeyidagi Qaraqalla to'g'risida berilgan ta'bir va shu Qaraqallaninki qurg'uvchilariga doir bir qism bayonlar meni bu Divoni Lug'ati Turk to'g'risida qayta o'ylashga da'vat qildi. Bu ikkinchi sabab. Uchinchi sabab 2008-yilni Mahmud Qashqariy yili qilib bekitgan. Ham shu munosabat bilan davlatimizni o'z ichiga olgan allarda Mahmud Qashqariyning tug'ilganligining 1000 yilligiga bag'ishlangan xalqaro ilmiy muhokama yig'inlari ko'p qatim o'tkazildi. Ham 2008-yili shu qatorda bizning Markaziy Millatlar Universiteti bilan Turkiya Atatürk tarix
til yüksek qurumininki birleşişi arqısında Beijingda bir xalqarалық ilmiy muhokama yig'ini bo'ldi. Ham bu yig'in jarayonida Turkiya Cumhuriyatidan kelgan bir qism olimlar Divan lug'ati turkninki Turkiyadagi tadqiqot ahvolini tanishtirdi. Shu qitimqi yig'in jarayonida biz Divan lug'ati turkninki xalqarodagi tadqiqot ahvoli bilan bizdagi tadqiqot ahvolidagi farqni nihoyat cho'ngligini his qildik. Bu tadqiqot metodi, tadqiqot usuli jihatlarda bizda farq nihoyat cho'ng. Biz faqat divandan elib divanni qaytiribdik. Ular sabab bilan natijasini tang elib beribdi. Shunga bu qitimqi yig'in menga nihoyat ta'sir qildi. 2010-yili bu turni iltimos qildim. Muvaffaqiyatlik bu tur turg'izildi. Mo'shundaq sabablar tufaylidan men bu temaga kirishib qolgan. Endi mening egallashimcha 2007-yil va 2010-yil siz mushu davlatning ijtimoiy fan fondining tadqiqot turiga yetakchilik qilib, xusus holda mushu tadqiqotni ustingizga ilib, mushundaq shug'ullanib kelibsiz. Demak, ikki qitimliq 2007-yil va 2010-yil mushundaq mamlakatlik tadqiqotni o'z ustingizga ilishingiz balkim sizdan nurg'un mas'uliyat va burchni talab qilishi mumkin. Demak, siz o'zingizni talaylik deb his qilamsiz. Ham bu talaymi hamma odamga ata bo'lavermaydi ekan, ham bu talay uchun yana ter to'kishga to'g'ri keldi. Ham men 2007-yili tunji davlatlik tadqiqot temasiga iltimos qilib muvaffaqiyatlik tamomladim. Ham 2010-yili yana bir qatim bu talay menga nasib bo'ldi. Endi balkim birinchi qatimqi tadqiqot temasini olganimda men o'zimning ta'limdan ko'rgan. Mening haqiqatan ta'lim bakan degan. Biroq bu qatim bu Divan lug'ati turk tadqiqotini 2010-yili iltimos qilib olgan vaqtda buningda boshqa omillarningmi borligini his qildim. Agar meningki dalallash doklatim mush temaning real ahamiyati, buni ishlashninki zaruriyati. Mushu taraflardan mushu mening temamni, iltimos qilgan temamni bog'lash qatnashgan mutaxassislarni men qoyil qilmasam, balki menga bilet tashlanmaydi. Shunga ben hem taleylikkenme hem bu şartını hazırlattım deb qoldim. Qurbanjon, siz hozirgacha mushu qancha qitim o'slihat ko'rgazmasi o'tkazdingiz? Endi sizning mushu xattatlik jihatdagi emgaklaringiz qaysi sohalarga ko'proq chetildi? Ben 1986-yildan boshlab xattatlik san'ati bilan shug'ullangan. 1999-yili tunji navbatlik xattatlik ko'rgazmamni Qashqar viloyatida o'tkazdim. 2000-yil xotin ko'rib o'tkazib keldim. Ondan 2001-yili bu asarlarimni yana bir turkum yangi asarlar bilan yanglab Urumchi shahriga kelib kelib, Urumchida ko'rgazma qildim. 2003-yili yana Qashqar viloyatida mushu kompyuterning mushu iqtidoridan foydalanib marka laylash, tovar markalarini laylash, anda kitob muqovallarini laylashni o'rganib, shuni birlashtirib, o'zimning yozilgan asarlarimni mushu kompyuterga kirgizib, kompyuter bezakchiligini yana bir qatim bir ko'rgazma o'tkazdim. Oxirgi 8-navbatlik ko'rgazmam hamda yaqinda bu yil 2010-yili 10-oyda ulug' olim Yusuf Xasajib maqbarasida dağdoluq o'tkazildi. Alda qolib jamiyat 8 qatim yolg'iz kishilik ko'rgazma o'tkazdim. Ko'rgazmamda qo'yilgan asarlarning asosiy mazmuni bizning klassiklerimizning, tanalarimizning, shoir, yozuvchilarimizninki esil asarlarining ichidan ilingan durdanlarni asos qilib keldim. Hamda bir hikmat so'z ming tillarga yarabdi degandek, Uyg'ur xattatlik san'atimizning sehriy kuchini oshirish va uning qimmatini oshirishda shu onunla yazılgan mazmunma intayin muhim o'rinni egallaydi. Bu 8 qitimlik ko'rgazmangizda 4 qitimlik bir yangilikni ishga oshiribsiz. Mushuni sanab beramiz, qaysi yangiliklar bor? Endi ko'rgazmaning 8 qitim bo'lishi bu bir qitimla shu asar bitgandan keyin o 2-3-sidagi asarlarning hammasi o'xshash deb qaraladi endi. Lekin meni har qaysi asarlarim, har qitimli har bir navbatlik asarlarimda bir yangilik bor. Odatda birinchi qitimliq asarim bu bizning shu hozirgi ishlatib kelayotgan shanz qog'oz deymiz. Shu shanz qog'ozga yozilgan. Ham buning yozilgan asarlarning biri o vaqtda mazmuni uzunroq, masalan she'r, dostonlardek olimlarimizning she'r g'azallarini yozish, undan asarning hajmi cho'ng edi. U birinchi qitimliq ko'rgazma ash siyoqda o'tkazilgan.
ikkinchi qitimliq ko'rgazma 2000-yillarda bayatın deb o'tgandek mush kompyuter qiziqliq ko'tarildi. Kompyuter o'rganib, kompyuterda o'zim sifatli yozilgan asarlarimni kompyuter kirgizib, shu qitimliq ko'rgazmani o'tkazdim. Dal shu vaqtda kompyuter Özlüğət kitabım tamam nəşr qılındı. Bu ikinci alaylik. Üçüncüsü 2005 yıldan başlap diyarımızda yo'qolish girabı berib qalğan xotan qağızı qızğınlıq götürüldü. Şunu bilan men xotan qağızıga xat yazib 2007-yili Abdunum rayonumuz boyunca tunji navbatlik xotan qağızga yozilgan maxsus xatlar ko'rgazmasini dağlıq o'tkazdim. 4-nji bir o'xshamaydigan yeri Qashqarda har yili mushu Qashqar savdo yarmarkasi o'tkazildi. Shu vaqtda men xotan qog'ozga yozilgan va boshqa qog'ozga yozilgan asarlarimni yarmarkaga qatnashtirib, yarmarkada Özlüğət ko'rgazmasini ashad o'tkazdim. Ham naq maydonda ma'rifat ko'rsatish orqali biri boshqa o'lkalardan kelgan, chet ellardan kelganlarga xatotlik san'atimizning sehriy kuchini namoyon qildim. Yana bir jihatdan xotan qog'ozniki bundan keyingi istiqboliniki parlaq bo'lganligini butun jamoat to'nib ketdi. Ularga shu naq maydonda Özlüğət yozib, hatto so'q qilish faoliyatini ilib bordim. Endi anglashimizcha Qurbonjon, siz texi yaqinda shu 11-asrda yashab o'tgan yana bir Uyg'ur xalqining faxrlik olimi Yusuf Xos Hojibning Qutatqublik nomli shohona asrini, shuningdek hikmatli so'zlarni Özlüğət shaklida yezib tunji kitobingizni shu o'qirmanlarga sunibsiz. Endi nima uchun shu kitobni Özlüğətchilar yezib chiqishni o'ylashib qoldingiz? Mana bu kitap yaqinda nashrdan chiqqan ulug' olim Yusuf Xos Hojibninki Qutatqublik nomli buyuk asridan ilingan unchilar. 2009-yili Özlüğət asarlari ishlashga biz ko'p material ko'rishga to'g'ri keldi. Va asar ishlash jarayonida Qutatqublikdan bir javharlarni tanlab bir asar ishlash bir muhtoj bo'lib qoldik. Shundan oxiri bu Qutatqublikni ko'rish jarayonida Qutatqublikdagi javhar so'zlar emas, bu hammasi javhar ekan. Kitobning hammini biroqli qo'l yozma qilib chiqarish mumkinchiligi yo'q. Kitap cho'ng olib ketadi, qismga bo'lish kerak. Birinchi qismni qanday chiqarish shuni bilan nashriyatlar buni deyishib, eng avval buni o'nchilar deb chiqarildi deb, buningdan eng yaxshi o'nchilarni tanlab chiqdik. Endi Qutatqublikdagi asarlarning mazmun doirasi nurg'un sohalar chetildi. Uningda axloq, fazilat, ilm, ma'rifat, odam bo'lish yo'llari, qonun, nizom, botirlik, dal mushundaq so'zlar bizning xatot asarlarimizni yozishga bo'lib keldi. Bir alda qolib 6 oy abjuristda men yozib chiqdim. 2009-yil oxirida kitob muvaffaqiyatli nashrdan chiqdi. Nashrdan chiqqan vaqtida biz buni kitobxona orqali taqdishdan burun bu kitobning yani shahanligini bildirish maqsadida shu Yusuf Xos Hojib maqbarasida kitobningki yo'piqini ochdik. Ham shu kitobning ichidagi asarlarni cho'ngaytib shu maqbarada ko'rgazma qildik. Demak, bu kitobni qancha parcha kitob qilish o'yingiz bor? Hozirgi planda kitob 6000 bitgan, 6300 bit. 10 kitob bo'ldi. Hozir ma'noda 500 ga yaqini bor. Hozir 2-chi, 3-chi qism bitdi. Kelar yili 1-chi qism chiqdi yozamiz. Endi men yozsam hozir buningga 5 yil vaqt ketgan alda qilib. 2-chi qismni kelar yili chiqarmoqchi. Mana bu shaklda qo'l yozma. Ostida buning xanzucha tarjimasi, uning ostida yana ingliz tarjimasi, mana so'zlarning unda nomeri, beytning nomeri berilgan. 2-chi qismini yana ishlatamiz. Yaqin kelgusida to'liq qismini o'zida chiqarish uchun tirishyapman. Kurash efendim, 2010-yili shu mamlakatlik shon sharaflarga erishibsiz. Demak, siz oz bo'lmagan sharaflarning egisi bo'libsiz. Demak, buni yillarning so'g'isi deb qaramsiz. Kasbdoshlarimning, shu xizmatdoshlarimningki o'rtaq natijasi qo'l kelgan bir natija deb qarayman. Shunga ham yilning so'g'isi hem özümüzün japalık emgiginin neticesi deb qarayman. Fakat bizning japalık emgigimizning neticesi 2010-yil kelgan vaqtida bu mayallashtirishga kirishildi. Ben öz xizmetimni intayin yaxshi ko'raman. Hem şu xizmet kasbimni hayotim deb bilaman. Meniki hayotimdagi eng xushallik
şu ijadiyet bilen şug'ullangan, tadqiqot bilan şug'ullangan vaqtim deb hisoblayman. Ali efendim, anlasam siz tarix tadqiqotidan boshqa şu qadimiy qo'lyozmalarni, klassik asarlarni Xanzochaga tarjim qilib, uningga muvofiq sharhi yozib, uni keng o'qirmonlarga taqdim qilibsiz. Bu vaqtda muayyan xizmatlarni ishlabsiz. Demak, shu hozir qo'sh til muhitidagi bolalar klassik asarlarni, koni kitoblarni yoki qo'lyozmalarni o'qishda bevosita qiynaladi. Demak, tarix tadqiqotidan boshqa shunday klassik asarlarning tarjimasi qatnashish va ularga sharhi yozish sizning yana bir aloyidligingiz bo'lsa kerak. Demak, siz shu talay xizmatlarni qanday ravishda ishladingiz? Bu har qanday bir fan izchillikni, yuksak mas'uliyatni talab qiladi. Onundan boshqa yana buningda burish tuyg'usi bo'lish kerak. Ham shundaq burish tuyg'usi yana bir xizmat ehtiyoji tufaylidan bo'lsa kerak. Bu qadimki asarlarni xanzo tiliga tarjim qilish bu bir meniki xizmatimning muhim tarkibiy qismi bo'lib qoldi. Shu davrga vakillik qila oladigan, ham Uyg'ur tarixshunosligiga vakillik qila oladigan. Ondan tarixiy qimmati qadar yuqori deb qaralgan asarlarni tanladik. Buning ichida birinchisi Tarix Hamidi. Bizningki buyuk Uyg'ur tarixshunasimiz Molla Musa Sayraminingki Tarix Hamidi degan asar. Ikkinchisi Muhammad Sodiq Qashg'ariyninki Tazkira-i Azizon degan asar. Ondan keyin Shoh Mahmud Jo'rasininki Tarix degan asar. Ondan keyin Qorg'osliq Abdulla Apandi yozgan Taranch tarixi degan. Shu 4 asarni yolladik. Ham bu tasdiqlangandan keyin buning tarjimasini bu Tarix Hamidininkini men yolg'iz ishladim. Tazkira-i Azizon bilan Shoh Mahmud Jo'rasini boshqalar bilan birlikda ishladim. Lekin shu 4 asarninki barliq sharhisini men yozdim. To'g'ri. Ham bu qadimki asarlarninki tarjimasi hozir tarjimaga o'xshamaydi. Buningda sharhi yozish kerak. Bu yozgan sharhimiz cho'qim tadqiqot xarakterli sharhi bo'lishi kerak. Chunki bu tarix asarlarni tarjim qilish onda oson to'xtamaydi. Ham buni ishlab tajriba to'pladim. Ham shundaq jafoliq ishlaganimizningki badliga oxirida 2007-yilning oxiri buni bog'lashdan o'tkazdik. Undan keyin 2008 to'liqladik. Buningki oxirgi natijasi a'lo bo'lib qoldi. Ham buning natijasida yana bir xil kutmagan bir xil unumga erishdim. Kutmagan unum nima bo'ldi? Bu Xinjiang umum tarixi deb bir hozir cho'nqir ishlanyapti. Buningdan bir kichik tadqiqot turiga iltimos qilish sharafiga erishdim. Ham keyingi avlodlar menga o'xshash qo'lyozma izlab avvar bo'lib yurmasin deb bizningki shu turningki tadqiqot turiga mas'ul bo'lgan boshlig'imiz bilan maslahatlashib, shu G'arbiy Shimol tarix majmuasi degan bir 52 tomlik bir kitob chiqqan. Buningga men boya tilga olgan 4 kitobningki asli qo'lyozmasining foto nusxasini biz o kitob kirgizib o'tdik. Ham balkim bizning keyingi avlodlarimiz bizga o'xshash qo'lyozma izlab ma'var olmaydi. Ham buni bevosita ash kitoblarni izlab topa oladi degan. Ham men yana bir narsani ta'kidlab qo'yay. Men bu kitoblarningki tarixiy qimmatini balkim tarjima jarayonida yaxshi yoritib bergan bo'lishi mumkin. Lekin bo'libmi Tarix Hamidiga o'xshash badiiylik intayin yuqori asarlarningki men badiiyligini yoritib beramadim. Ham buningdagi sabab meningki til iqtidorim bilan ojizlik keldi. Asli kitobningkimi badiiylik intayin yuqori. Lekin men qanday bo'lmasin bu jur'at qilish intayin muhim ekan. Jur'at qildim, balkim bu shu yil asli bu yil nashrdan chiqmoqchi. Bu kelar yil qoldi. Bu meningki o'shaning qo'shqa azroq bir kichikkina emgigim deb qarayman. Endi Qurbanjon, yuqorida siz 8 qitim ko'rgazmamizni uyushtirdim dedingiz. Uningdagi Yusuf Qasojibninki shohona asrini o'sliqachilab yozib chiqibsiz. Demak, nurg'un emgaklarni yolg'iz beshingizga vujudga chiqaribsiz. Demak, siz 2010-yili nurg'un mushta xo'shalliklar o'tdi hayotingizda. 2010-yilni nihoyatda ma'nilik uzatdim deb qaramsiz. 2010-yili mening hayotimdagi haqiqatan ma'nilik bir yil bo'ldi. 2010-yili Qutatg'ubilik asrimni boshlagandan oxirlashg'ish bo'lgan vaqtim asosan shuning bilan o'tdi. Har bir yil odamga bir yangi natija, bir yangi ma'no bergan. 2010-yildan boshlab Qutatg'ubilikning asari yozilib, putib, kitob chiqib, nashr qilinmoqchi bo'lganlikda kitobni nashrga beriblar, men asarlarni tovarlatdim. Andan shu tovarlatish, ash kitob chiqishga ulgu o'tib, shu tomoshabinlarga asarning asli qo'lyozma nusxasini tang ko'ryozma qilish edi. Shunday qilib oxiri
8 ayda bарлық tayyorliklarni bitkizib, 9 ayning 27 kuni shu o'zim niyat qilgan ishimni muvaffaqiyatli o'tkazdim. Shularni o'ylasam 2010-yili men uchun haqiqatan ma'nilik o'tgan yil deb qarayman. Ben çoğalğanlı yankı 56 konu yılını uzutup 56 yeni yılga atlanıptım. Bu yıl 57-siga qadam koyuptum. Şu konu yılımızda, 2010 yılımızda merkezde Şinjan hizmetleri için yaxşı yığınlar içildi, yaxşı işler öttü. Endi bunundan keyinki kunlarda bunun da mı güzel, bunun da mı isil kunlar buluşuğa intizar edip turuptumuz. Biz konu yılını uzattık. Yeni yılını kütüp aldık deymiz. Sizning şu ekran aldidagi qarindoshlarımızga yeni yıl münasebeti bilan deydigan qandaq yürek sözünüz var? Ben o'ylayman, hammamiz konu yilini g'albilik o'tkazdik, uzatdik. Endi shu g'albimizni texnik mustahkamlash, yeni natijalarga erishishning oldingi sharti salomatlik. Shunga men yeni yilni salomat yil bo'lsa deyman, hammanglarningki salomatlik bo'lishlarini umid qilaman. Bizning 2010-yili o'tgan tarix bo'lib qolsin, 2011-yili yangi yilda yangi natija, yangi arzu tilak va omadlik bo'linglar. Endi Qurbanjon Ro'za efendim naq maydonda shu yangi yil munosabati bilan Husni xita orqali bizning yangi yilimizni tabriklamoqchi. Bemalol qizg'in qarshi olaylik. Bu divan xat nusxasida yozilgan yangi yilinglarga muborak. Biz ekran oldidagi barliq qarindoshlarga shundoq tavsiya qilamiz. Konu yilni ma'nilik uzutib, yangi yilga ishonch bilan qadam bosgan barliq xushchiroy kishilarning oilasiga xushallik, mehribonlik, xotirjamlik, umidvorlik yor bo'lsin. Kelar hafta ko'rishaylik, xayr xo'sh.